Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan dasturlash fanidan o'tadigan navbatdagi ma'ruzamiz mavzusi GUI muhitida grafik imkoniyatlar, to'g'ri chiziq va turli xil geometrik figuralarni chizish komponentalari. Bugungi darsimizda aynan Visual Studio dasturida grafik imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamiz rejasi bilan tanishib olamiz. Visual C++ ning grafik imkoniyatlari, grafik sinfi usullari asosida tasvirlarni qurish, chart komponenti xususiyati va hodisalari, funksiyalarni grafiklarini qurish hamda xulosa qismlaridan iborat. Visual C++ o'zi grafik tuzilmali muhit bo'lib hisoblanadi. Grafik deganda ixtiyoriy narsani kompyuterda piksellarda hosil qilish tushuniladi. Pikselda ikkita argumentlari bor, ya'ni uning koordinatalari x, y nuqta ko'rinishida. Har qanday IDE muhitlarda grafika bilan ishlash imkoniyati bor. Ular turlicha nomlanishi mumkin. Ammo ularning ruchkasi, ya'ni qalami va mo'y qalami bo'ladi. GUI bu Graphical User Interface deb aytiladi, ya'ni grafik foydalanuvchi interfeysi ko'rinishida ishlash to'liq grafika bilan bog'liq bo'lib, texnikaning grafik rejimda ishlashini ta'minlaydi. Hozirda deyarli barcha foydalanuvchilar grafik imkoniyatlaridan foydalanib ishlaydilar. Grafik sinfi usullari asosida tasvirlarni qurish rejasini ko'rib chiqamiz. Tasvirlarni qurish uchun bizga Picturebox komponentasi zarur bo'ladi. Bu komponenta ham All Windows Forms komponentalar palitrasida joylashgan hisoblanadi. Agar uni topa olmasak, qidiruv orqali Picturebox kalt so'zini yozish orqali topishimiz mumkin. Formamizda mana shunday ko'rinishda hosil qilinadi Picturebox. Endi to'g'ri chiziq chizishni ko'rib chiqamiz. Mana shu komponentamizda bunda komponentaning berilgan joyida rangli chiziq chizishni ko'rishimiz mumkin. Buning uchun bizga Picturebox komponentasi, bitta tugma, ya'ni button hamda nuqta koordinatalarini kiritish uchun 4 ta textbox komponentalari zarur bo'ladi. Ularni oynaga qulay qilib joylashtirib olamiz. Ishni bajarish uchun birinchi qadam oynaning form 1 load hodisasida quyidagi algoritmni joylashtiramiz. Ya'ni uning tekstiga draw line, ya'ni chiziq chizish deya nomlab olamiz. Button tekstini esa chizish deya nomlaymiz. Buni xususiyatlardan sozlashimiz ham mumkin, ya'ni komponentani bitta belgilab, undan svойства bandiga o'tish orqali xususiyatlarni sozlab olishimiz ham mumkin. Ikkinchi qadam Picturebox komponentasi va textbox xususiyatlarini sozlash amallarini bajarishimiz mumkin. To'g'ri chiziq chizish uchun nuqtalarga atab x1, y1, x2, y2 o'zgaruvchilarni textbox komponentalaridan olamiz. Ya'ni 4 ta komponentadan ikkita nuqtaning mos koordinatalarini kiritib olishimiz mumkin. To'rtinchi qadam tugmaning, ya'ni button bir klik hodisasiga quyidagi algoritmni joylashtiramiz. Ya'ni button bosilgan vaqtida quyidagi hodisa yuzaga kelishi kerak. x1 va y1 birinchi nuqtaning koordinatalarini mos komponentalardan o'qib olamiz. x2, y2 larni ham o'zining mos komponentalaridan, ya'ni textbox komponentalaridan qiymatlarini kiritib olamiz. Hamda grafik sinfining obyektini yaratamiz. Unda drawLine metodidan foydalanamiz. Bu metod to'g'ri chiziq chizish vazifasini bajaradi. Ya'ni ikkita nuqta koordinatalarini berib o'tamiz. Bu yerda rangini berdik, qizil rangdagi chiziq chizilsin. Bunda matndan son tipiga o'tish amalidan foydalanilgan va har bir tugma bosilganda komponentaning chizmasi o'zgarib turadi. Dastur natijasini ko'rishimiz mumkin. Biz 0 ga 0 hamda 250 ga 250 koordinatalarni bergan vaqtimizda chizish tugmasini bosadigan bo'lsak, ekranda mana shunday qizil rangdagi to'g'ri chiziq hosil qilinadi. Keyingi amalimiz uchburchak chizish. Bunda komponentaning berilgan joyida rangli chiziqlar orqali uchburchak chizishni ko'ramiz. Buning uchun bitta Picturebox komponentasi, bitta button va 6 ta textbox komponentalarini oynaga qulay qilib joylashtiramiz. Chunki 3 ta chiziqni chizib tutashtiradigan bo'lsak, bunda uchburchak hosil qilinadi. drawLine buyrug'idan 3 marta foydalanamiz. Demak, kerakli komponentalarimiz Picturebox komponentasi, 6 ta textbox komponentasi, 3 ta nuqta koordinatalarni kiritish uchun hamda button tugmasi. Ularni ham sozlab olamiz joylashuvlarini. Birinchi qadam oynaning form load hodisasidagi quyidagi algoritmni yozamiz, xuddi avvalgi dasturimizdek.
Ikkinchi qadam komponenta va textbox xususiyatlarini sozlash amallarini bajarishimiz mumkin. Uchinchi qadamda chiziq chizish uchun nuqtalarga atab 3 ta koordinatani kiritib olamiz 6 ta o'zgaruvchi orqali. To'rtinchi qadam battinga quyidagi algoritmni yozamiz, ya'ni 6 ta nuqtani 3 ta nuqtaning koordinatalarini kiritib olamiz 6 ta o'zgaruvchida, grafik sinfining obyektini yaratamiz va mana shu nuqtalardan foydalanib uchburchak yasaymiz. Birinchi chizig'imizni qizil rangda, ikkinchisini qora rangda, uchinchisini ko'k rangda berishimiz mumkin. Keyingi amalimiz ellips chizish. Bunda komponentaning berilgan joyida rangli ellips chizishni ko'ramiz. Buning uchun bitta picturebox komponentasi, bitta button va 4 ta textbox komponentalarini oynaga qulay qilib joylashtirib olamiz. Bunda ham aynan kerakli dasturni yozib olishimiz zarur. Birinchi qadamda oynaning form load hodisasiga quyidagi algoritmni joylashtiramiz, ya'ni bu ham sozlash amallari. Ikkinchi qadamda ham kerakli komponentalarni sozlab olamiz. Uchinchi qadamda x1, y1, x2, y2, x3, y3 o'zgaruvchilarini kiritib olamiz. To'rtinchi qadamda esa buttonning klik hodisasiga quyidagi algoritmni joylashtiramiz. Ya'ni o'zgaruvchilarni mos komponentalardan o'qitib olamiz. Grafik sinfining obyektini yaratib olamiz va draw ellipse buyrug'idan foydalanamiz. Bu yerda aynan x1, y1 va x2, y2 nuqtalardan hosil qilinadigan ellips hosil qilinadi. Ellipsni qizil rangda olishimiz mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, ellipsimiz aynan qizil rangda hosil qilindi. Bu yerda x1, y1larimiz ellips joylashadigan to'rtburchakning chap yuqori va xy koordinatalari. x2 esa o'ng yuqori to'rtburchakning eni hisoblanadi, ya'ni ellipsning gorizontal o'lchami. Shu orqali biz ellipsni mos kvadratga joylab hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi amalimiz turli shakllarni bo'yash. Bunda komponentaning berilgan joyida bo'yalgan shakllarni chizishni ko'ramiz. Buning uchun brush, ya'ni mo'y qalamdan foydalanishimiz mumkin. Bizga kerak bo'ladigan komponentalar picturebox komponentasi, bitta labelga kerakli shaklni tanlang deya izoh qo'yib qo'yishimiz mumkin. Va combo box komponentasi. Combo boxni ham o'tgan darsimizda o'tgan edik. Bu aynan tanlash uchun ishlatiladigan komponenta. Mana bu strelkani bosish orqali undan ixtiyoriy bittasini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bu komponentalarimiz oynaga qulay qilib joylashtirib olamiz. Birinchi qadamda oynaning form load hodisasida quyidagi algoritmni joylashtiramiz. Demak, formning tekstiga shakllarni bo'yash deya yozib oldik. Labelni tekstini kerakli shaklni tanlang dedik. Combo boxga esa bir nechta qismlarni kiritib olamiz. Ya'ni shakllarimiz to'rtburchak, ellips, doira va qirqilgan doira. 4 ta shaklni qo'shib olishimiz mumkin. Ikkinchi qadamda komponenta va combo box xususiyatlarini sozlash amallarini bajarishimiz mumkin. Uchinchi qadamda combo box komponentasining combo box selected index changed hodisasiga quyidagi algoritmni joylashtiramiz. Ya'ni shu combo box komponentasini ustida istiqoncha tugmasini 2 marta bosadigan bo'lsak, aynan mana shu hodisa yaratiladi va bu hodisaga biz switch case operatoridan foydalanish orqali bir nechta shakllarni hosil qilib bo'yash amalini kiritib chiqishimiz mumkin. Ya'ni case 0 avval birinchi qismi tanlanganda bu to'rtburchak tanlanadigan bo'lsa, u holda fill rectangle buyrug'idan foydalanamiz. Bu to'rtburchak chizish vazifasini bajaradi. Case 1 bo'ladigan bo'lsa, bu keyingisi ellipse. Xuddi shunday ellips, doira va qirqilgan doiralarni ham xuddi shunday hosil qilishimiz mumkin. Agar default hech qaysi tanlanmaydigan bo'lsa, u holda clear buyrug'i orqali sohani tozalashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda dastur natijasini ko'rishimiz mumkin. Combo boxdan to'rtburchak tanlanganda bo'yalgan to'rtburchakni hosil qilib olamiz. Ellips tanlanganda ellips hosil qilinadi. Xuddi shunday doira tanlanganda doira hosil qilinadi. Qirqilgan doirani tanlagan vaqtimizda aynan doiraning ma'lum bir sektori ekranda hosil qilinadi.
Hodisalar orqali shakl chizish. Hamma Paint kabi dasturlarni biladi. Uning eng ajoyib xususiyatlaridan biri sichqoncha bilan chiziqlar chizishdir. Buni amalga oshirish uchun komponentlarning sichqoncha bilan ishlashi, ya'ni mouse down, mouse up va mouse move hodisalaridan foydalanishimiz mumkin. Dasturning algoritm g'oyasi quyidagicha: foydalanuvchi sichqonchaning chap tugmasini bosganda kursor orqasiga juda ko'p kichik kvadratlar chizila boshlaydi. Bu kvadratlar hajmi kodda ko'rsatilgan. Bundan tashqari tugmachasini rasmga tushiradigan shaklga ko'chirishingiz kerak. Bunda komponentlarning berilgan joyida sichqoncha hodisalar orqali shakllarni chizishni ko'ramiz. Buning uchun brush, ya'ni mo'y qalamdan foydalanib, bitta picture box komponenta, bitta button komponentasini oynaga qulay qilib joylashtirib olishimiz zarur bo'ladi. Formamizda komponentalarni joylab olamiz, ya'ni mana bu picture box komponentasi, bu button tugmasi. Kerakli sozlashlarni amalga oshirish orqali picture boxning orqa fonini oq rangga qo'yib olishimiz mumkin. Ya'ni biz chizgan vaqtimizda aynan oq fonda rasm chizishni amalga oshiramiz. Buning uchun picture box komponentining svойства bandidan background qismini tanlaymiz va unda oq rangni tanlab olishimiz zarur bo'ladi. Buttonni esa tekstini chizish deya o'zgartiramiz. Birinchi qadamimiz former load hodisasiga quyidagi algoritmni joylab olamiz. Buttonni va formaning tekstini sozlab olamiz. Bu yerda Paint dasturi deb yozilibdi. Istalgancha yozishimiz mumkin. Buttonni esa chizish deya nomlab oldik. Ikkinchi qadam komponentlar xususiyatlarini sozlaymiz. Uchinchi qadam button komponentasining klik hodisasiga quyidagi algoritmni joylashtiramiz. Bu algoritm komponentani tozalash uchun ishlatiladi. Ya'ni buttonni 2 marta bosib kiradigan bo'lsak, aynan klik hodisasi hosil qilinadi. Unda graphics sinfining obyektini yaratib olamiz va unda clear metodidan foydalanish orqali tozalashni amalga oshiramiz. Bu dastlab ekranni tozalab olishi zarur bo'ladi. 4-qadam komponentaning sichqoncha hodisalarini qayta ishlash uchun mantiqiy bir o'zgaruvchi olinadi. Uning qiymati dastlabki holatda 0 ga teng bo'lsin, ya'ni boolean toifadagi draw degan o'zgaruvchi yaratib olamiz. Button bir klik hodisasida uning dastlabki qiymatini false yoki 0 deb olishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni mana shu klikni ichida joylashtirib olamiz bu yozuvni ham. O'zini esa yuqorida global o'zgaruvchi sifatida e'lon qilib qo'yishimiz zarur. Ya'ni bu ko'pchilik metodlarning ichida qo'llaniladi. 5-qadam sichqoncha komponentasining ustiga kelganda mantiqiy o'zgaruvchining qiymati 1 ga o'zgaradi, chunki chizishni boshlash uchun. Buni amalga oshirish uchun sichqonchaning picture boxni mouse down hodisasiga o'tamiz va draw o'zgaruvchining qiymatini true qilib o'zgartiramiz. Buni aynan komponentani belgilash orqali uning hodisalar bandiga o'tib amalga oshirishimiz mumkin. 6-qadam sichqoncha komponentaning ustidan ketganda mantiqiy o'zgaruvchining qiymati 0 ga o'zgaradi, chunki chizishni tugatish uchun. Buni amalga oshirish uchun sichqonchaning picture box ning mouse up hodisasiga drawni false qilib yozib qo'yamiz. Buni ham aynan hodisalar bandidan tanlab olishimiz mumkin. Buni avvalgi ma'ruzalarimizda aytib o'tgandik, ya'ni hodisalarni aynan xususiyatlar bo'limidagi chaqmoq belgisi orqali hosil qilishimiz mumkin. 7-qadam sichqoncha komponentaning ustiga kelganda chizish uchun mouse move hodisasiga murojaat qilamiz va quyidagi algoritmni kiritamiz. Grafik sinfining obyektini yaratib olamiz va draw o'zgaruvchisining qiymatini tekshirib ko'ramiz. Agar u true bo'ladigan bo'lsa, kichkina, ya'ni juda kichik hajmdagi ellipslarni chizish amalini qo'llaymiz. Bu yerda rangini ham tanlab olishimiz mumkin. Ixtiyoriy biror rangdagi yozuvni hosil qilsak bo'ladi. Natijani ko'rishimiz mumkin. Biz sichqonchani bosib turib harakatlantirgan vaqtimizda aynan mana shu yozuvlar hosil qilinadi va buttonni bosish orqali ekranni tozalab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi rejamiz chart komponenti xususiyati va hodisalari. Bu komponentda data tab, ya'ni danni bo'limida joylashgan bo'lib, asosan ma'lumotlarni infografiklarni yaratish uchun ishlatiladi. Infografik uchun ma'lumotlar to'plami zarur. Bu komponentlarning xususiyati va hodisalari boshqa komponentlarniki kabi bo'lib, xuddi o'shalar kabi bo'limlarga bo'lingan. Demak,
Danniya bo'limidan chart komponentasini tanlab olishimiz mumkin panel elementining ichida. Komponenta formamizda mana shunday ko'rinishda joylanadi, ya'ni infografika shaklida. Uning xususiyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ulardan maxsuslarini keltirib o'tamiz. Ulardan asosiysi chegara niqobi xususiyatlar gruppasi bo'lib, unda komponentalarni yangi niqobga solish mumkin. Niqob deganda uning rangi, ko'rinishi inobatga olingan, rang, rasm, stil, kengligi kabi xususiyatlari mavjud. Bu xususiyatlarni o'rnatish muammo keltirib chiqarmaydi. Oldingi o'rganganlaringizda bunday xususiyatlardan foydalangansiz. Shuningdek, asosiy niqob bu Scan Style bo'lib, komponentaning asosiy ko'rinishini o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni bu komponentamizning svойства qismida, komponentani belgilagan vaqtimizda svойства qismida hosil qilinadi. Bu xususiyatlarni sozlab olishimiz mumkin. Keyingi xususiyati palet, ya'ni palitra xususiyati. Bu yordamida komponentaning infografikani ko'rsatadigan shaklini tanlashimiz mumkin. Bu juda muhim tushuncha hisoblanadi. Ya'ni biz grafikni qanday ko'rinishda hosil qiladigan bo'lsak, aynan shu ko'rinishga mos bo'lgan turini tanlab olishimiz mumkin. Ya'ni mana bu uchburchak belgisini bosish orqali bir nechta xil turlari hosil qilinadi. Ulardan xohlagan bittasini tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi palet custom colors, ya'ni maxsus ranglar paletrasi. Bunda ham komponentaning infografikani ko'rsatadigan shaklini tanlashimiz mumkin, ammo foydalanuvchi o'zining rangi tanlashi mumkin. Bunda maxsus muloqot oynasi asosida paletraga turli ranglarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bir nechta ranglarni biriktirish orqali yangi ranglar kolleksiyasini hosil qilib olamiz. Annotations, ya'ni izohlar. Bunda komponentaga izohlarni yozishimiz mumkin. Buning o'zining xususiyatlari maxsus muloqot oynasi yordamida o'rnatiladi, ya'ni bir nechtasini qo'shishimiz mumkin bo'ladi bu qismidan. Chart areas, ya'ni diagramma maydonlari xususiyati. Bu xususiyat orqali komponentaga bir nechta chart infografika joylashtirish mumkin. Buning ham o'zi mos xususiyatlarini muloqot oynasi bilan o'rnatish lozim bo'ladi. Ya'ni bir nechtasini biz kiritishimiz mumkin bo'ladi bu yerda. Legends, bu infografikaga keltirilgan qiymatlarning joylashish maydoni hisoblanadi. Buni ham o'zini maxsus muloqot oynasi orqali sozlashimiz mumkin. Titles va series xususiyatlari ham mavjud. Titles bu komponentalarga joylashtirilgan infografikalarga sarlavha qo'yish uchun ishlatiladi. Uning maxsus muloqot oynasi orqali ishlov berish orqali o'rnatish mumkin. Series esa bu xususiyat asosiy xususiyat hisoblanadi. Infografikaning qiymatlarini belgilovchi. Har bir qiymat tegishliligini bildiradi. Buning uchun maxsus muloqot oynasi mavjud. Bunga to'liqroq to'xtalib o'tamiz. Ya'ni seriesda kolleksiya qismi mavjud. Uni tanlaydigan bo'lsak, bizga alohida muloqot oyna hosil qilinadi. Redaktor, kolleksiya, series degan. Bu yerda biz komponentaga qiymatlarni qo'shish, buni tasvirlash uchun xizmat qiladi. Komponentaning ichiga joylashtirilgan sohani tahrirlash uchun ishlatiladi. Unga bosganda mana shu muloqot oyna hosil qilinadi. Uni istalgancha qo'shishimiz yoki keraksiz bo'lgan qismlarni o'chirishimiz mumkin. Har bitta qismini tahrirlash oynasini ko'rishimiz mumkin. Bu oynada yangi qiymatlar maydoni qo'shish uchun add, ruscha qismida добавить, o'chirish uchun esa remove yoki ruschada удалить buyrug'ini tanlashimiz mumkin. Infografikaning asosiy xususiyatlarini boshqarish uchun o'ng tomondagi xususiyatlar panelidan foydalanishimiz mumkin. Mana bu xususiyatlardan unda infografikani tahrirlash uchun zarur bo'lgan barcha xususiyatlar mavjud. Ulardan biri bu chart type xususiyati. Ya'ni chart type'da biz infografikani ko'rinishini tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Uni bir nechta turlari mavjud. Bu yerda turlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Point, ya'ni nuqtali, fast point, bubble, line, spline, step line va hokazo. Mana shu turlardan ixtiyoriy bittasini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Endi funksiyalar grafiklarini qurishga misol ko'rib chiqamiz. Buning uchun infografika komponentasiga mos ravishda funksiyalarni, grafiklarini chizish usullarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda formamizga kerakli komponentalarni joylashtirib olishimiz kerak. Buning uchun bizga
chart komponentasi va bitta button tugmasi zarur bo'ladi. Formaga ikkalasini ham qulay tarzda joylashtirib olamiz. Chart komponentasining series xususiyatidan quyidagi muloqot oynani hosil qilamiz va unda chart type'ni o'zgartiramiz. Ya'ni line turiga, to'g'ri chiziq shakliga qo'yib olishimiz mumkin. Undan natijani mana shunday ko'rinishda hosil qilinadi, ya'ni chart komponenti ko'rinishi o'zgaradi. Button tugmasining klik hodisasiga quyidagi dasturni yozamiz. Ya'ni ma'lum bir oralikda sikl aylantiramiz. Bu -10 dan +10 oralig'ida bir qadam bilan sikl aylantiriladi va chart komponentasining series xususiyatiga nuqtalarni nuqta shaklida qo'shib olishimiz zarur. Bu i va i ning kvadratini hosil qiladi. Demak, formamizda mana shunday ko'rinishda hosil qilib olamiz. Buttonga y teng x kvadratga joylashtirishimiz mumkin. Ya'ni mana shu funksiyaning grafikini qurishni ko'rib chiqamiz. Natija sifatida bu yerda aynan y teng x kvadrat funksiyaning grafiki mana shu oralikda hosil qilinishi kerak. Bu parabola shaklida bo'ladi. Ya'ni aynan funksiyaning grafiki parabola deya nomlanadi. Ixtiyoriy funksiyaning grafikini mana shunday shaklda biz funksiyalardan foydalanib hosil qilib olishimiz mumkin. Keyingi rejamiz Visual Studioda bir nechta formalar bilan ishlash. Visual Studioda ikkita formani o'zaro bog'lash masalasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun yaratilgan projektning ustida sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va yangi forma hosil qilib olishimiz zarur bo'ladi. Undan добавить, ya'ni sozdать element ketma-ketligini tanlaymiz yoki bo'lmasa Ctrl Shift A tugmalarini birgalikda bosishimiz ham mumkin. Dasturga yangi forma qo'shib olamiz. Buni biz avvalgi darslarimizda ham ko'rgan edik. Ya'ni установление qismini Visual C++ ni tanlab, UI bandini tanlaymiz va Forma Windows Forms qismini tanlab добавить tugmasini bosamiz. Bu 2022-versiyasida ham xuddi shunday amalga oshiriladi. Bu yerda aynan 2012-yilgi versiyasi ko'rsatilgan. Birinchi formaning button komponentasiga quyidagi kodni kiritib olamiz. Ya'ni klik hodisasining ichida myForumni yangi obyektini yaratib olamiz va uning show dialog metodiga murojaat qilamiz. Kodlar oynasining yuqori qismida esa myForum hash bibliotekasini chaqirib olishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni bu ikkita formani o'zaro bog'lashga xizmat ko'rsatadi. Mana bu yaratib olgan ikkinchi formamiz. Unda birgina izoh qo'yib oldik. Ya'ni bu ikkinchi forma deya label komponentasida. Dastur natijasini ko'radigan bo'lsak, dastur ishlagan vaqtida birinchi asosiy formamiz ishga tushadi. Unda keyingi forma degan tugmani bosadigan bo'lsak, ikkinchi formamiz chaqiriladi. Xuddi shunday uchinchi formani ham qo'shishimiz mumkin. Buning uchun yana bitta formani добавить orqali qo'shib olamiz yoki Ctrl Shift A tugmalarini birgalikda bosishimiz mumkin va uni myForum 1 deya nomlab olishimiz mumkin. Uni ham show dialog metodiga murojaat qilamiz. Xuddi shu orqali demak 3 ta formadan foydalanishimiz mumkin. Birinchi formadan keyingi formaga o'tdik. Undan ham kelasi formaga o'tadigan bo'lsak, aynan 3-forma hosil qilinadi. Xulosa, umuman olganda Visual C++ da grafika bilan ishlash uchun geometriyani yaxshi bilish talab qilinadi. Visual C++ da grafika sinfi, uning usullari va turli shakllarni chizish usullarini ko'rib chiqdik. Ya'ni to'g'ri chiziq, uchburchak, ellips, aylana va hokazo. Bularni o'ziga xos ma'lumotlarda ishlatishni tavsiya qilamiz. Bu galgi ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.